هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Tevbe tefsiri 28. ayetin başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Tevbe suresi 28. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Ba'de billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler, müşrikler Allah'ını inkar kılganlıkları ve ularning e'tiqodi buzuq bolganlıkları üçün fakat necistir. Muş yıldan, yani Hicri'nin 9. yılıdan keyin ular Mescid-i Haramga, yani haramga yaqinlashmasin. Yani hac qilmasin, umra qilmasin. Eğer sizler ey müminler müşriklarning haramga kirishdan mani qilinishi bilan pekirlikdan qo'rqsanglar, Allah xolisa öz fazli bilan sizlarni boy qiladi. Shubhisizki Allah sizlarga foydali ishlarni bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Sizlar ahli kitobdan Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar, Yahudilar Uzeyrini Allah'ның oğlu, Nasaralar İsa'ni Allah'ның oğlu deb e'tiqod qilganliklari uchun ular Allohga va oxirat kuniga e'tiqod qilamiz degan bilanmi e'tiqod qilmaganning o'rnidadir. Bilan Allah o'zining kitobida va uning payg'ambari sunnatida harom qilgan narsalarni harom bilmaydiganlar va haq din, yani İslam diniga e'tiqod qilmaydiganlar bilan toki ular sizlarga bo'ysunib har holda jizya to'laganga qadar urush qilinglar. Mushriklarning haram masjidiga kirishining mani qilinganligi. Alloh taolo dini va jismoniy jihatda pok bo'lgan mu'min bandalarini dini jihatda necis bo'lgan mushriklarni haram masjidiga kirishdan to'sashga buyurdi. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin mushriklar haram masjidiga yaqinlashmasligi kerak. Bu oyat Hicriyaning 9. yili nozil bo'lgan edi. Shunga payg'ambar alayhisalom Ali radhiyallohu anhuni Abu Bakr radhiyallohu anhuga yordamlashishga avatib, uni mushriklar orasida bu yildan keyin mushriklar haj qilmaydi. Baytulloh yalang'och holatda tavob qilinmaydi deb jakolashga buyurdi. Alloh taolo bu hukmni to'liq amalga oshirdi va uni shariatning hukmi qilib bekitdi. Mushriklar Allohni inkor qilganliklari va ularning e'tiqodi buzuq bo'lganliklari uchun faqat necistir. Muş yıldan, yani Hicriyenin 9. yıldan keyin ular Mescid-i Haramga, yani haramga yaqinlashmasin, yani hac qilmasin, umra qilmasin. Abdurrazzaq bu oyat haqida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qul yoki zimmi bo'lsa, bu oyatning hukmining ichiga kirmaydi. İmam Ebu Amr Avzai Ömer ibn Abdülaziz radıyallahu anhu'a xat yazib, Yahudi ve Hristiyanlarni Müslümanlarning masjidlariga kirishdan to'singlar dedi ve Allah Teala'nın müşriklar Allah'ni inkar qilganliklari ve ularning e'tiqodi buzuq bo'lganliklari uchun faqat necisdir
degan oyatini dalil qilib ko'rsatdi. Ata mundaq deydi. Alloh taolo mush yildan, ya'ni Hicriyening 9-yilidan keyin ular Masjidi Haromga, ya'ni haramga yaqinlashmasin, ya'ni haj qilmasin, umra qilmasin deganligi uchun haramning hammasi masjid hisoblanadi. Bu oyat karim mu'minning pok ekanligini ko'rsatgandek, mushrikning najis ekanligini ko'rsatdi. İmam Buxoriy rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Mu'min najis bo'lmaydi. Agar sizlar ey mu'minlar mushriklarning haramga kirishdan ma'ni qilishi bilan faqirlikdan qo'rqsanglar, Alloh xolisa o'z fazli bilan sizlarni boy qiladi. Muhammad ibn Ishaq mundaq deydi: Bu shuning uchunki odamlar agar biz ularni haramga kirishdan ma'ni qilsak, bozorlarimiz palaj holatga tushib qoladi, savdolarimiz to'xtaydi, biz elayotgan foyda manfaatdan quruq qolamiz deyishdi. Shuning bilan agar sizlar ey mu'minlar mushriklarning haramga kirishdan ma'ni qilinishi bilan faqirlikdan qo'rqsanglar, toki ular sizlarga bo'ysunib har holda jizye to'laganga qadar urush qilinglar degan oyatlar nozil bo'ldi. Ya'ni mana bu sizlar palaj holga tushib qolishdan qo'rqqan bozorlarning o'rniga berilgan in'omdir. Alloh taolo ularga mushriklardan keladigan manfaatning o'rnini ahli kitobdan elinadigan jizye bilan to'ldirib berdi. İbn Abbas, Mujahid, Ikrima, Said ibn Jubayr, Qatada, Zahhak ve başqalarının yuqorqidek deganligi rivoyat qilingan. Allah sizlarga foydali ishlarni bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ya'ni buyurgan ve to'sqan ishlarini hikmat bilan ish qilguchidir. Chunki u ishlarini ve so'zlarini mukammal qilguchidir. İnsanlarga yurgizgan buyruqda adildir. Allah Teala büyüktür ve yüksektir. Şuna o müminlerge müşrikler tarafından keladigan faydanın o'rnini zimmelardan elindigan jizyeden ibaret mal mülk bilan to'ldirib berdi. Ahli kitap jizye to'laganga qadar ularga qarshi urush qilishga rag'batlantirish to'g'risida. Sizlar ahli kitobdan Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar, Yahudilar Uzayrini Allohning o'g'li, Nasaralar Isoni Allohning o'g'li deb e'tiqod qilganliklari uchun ular Allohga va oxirat kuniga e'tiqod qilamiz degan bilanmi e'tiqod qilmaganning o'rnidadir. Bilan Alloh o'zining kitobida va uning payg'ambari sunnatida harom qilgan narsalarni harom bilmaydiganlar va haq din, ya'ni islom diniga e'tiqod qilmaydiganlar bilan toki ular sizlarga bo'ysunib har holda jizye to'laganga qadar urush qilinglar. Shu vaqtning o'zida ahli kitob Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini inkor qilganlik uchun ularning hech birining payg'ambarlarning birarsiga va ular bilib kelgan narsalarga iymoni durust holati bo'lmaydi. Ahli kitob faqat o'z xohishlariga, havoyi havaslariga va otillari tutib kelayotgan yo'llarga ergishadi. Ular Alloh taolo yo'lga qo'ygan shariatga va uning diniga ergashgan emas. Chunki ular qo'llaridagi kitoblarga to'g'ri ravishda iymon keltirgan bo'lsa, ularning bu iymoni albatta ularni Muhammad alayhissalomga iymon keltirishga yetaklaydi. Chunki payg'ambarlarning hammasi uning payg'ambar bo'lib keladiganligidan xush xabar berdi.
ve qavmlarini onunğa əgişki buyurdu. Lekin o peygamber bulup kelgende ular onu inkar kıldı. O en şerefli peygamberdir. Bunundan şu ma'lum bo'ldi ki ular ilgirki peygamberlerinin şeriatiga bu Allah Taala tarafından düşürülgen degan e'tiqod bilan emas, belki ular özlerinin hata qarashlariga ve ko'ngil xohishlariga ergishdi. Şunu ularning Muhammed aleyhisselamdan başka peygamberlerge keltirgen imanı esqatmaydı. Ular hakikaten en katta, en evzel, en mükemmel ve peygamberlerinin ahirkisi bo'lgan Muhammed aleyhisselamni inkar kıldı. Bu ayet-i kerim müşriklarning işi bir taraf kılınıp Ademle Allah Teala'nın diniga top-top bulup kirgendan keyin ehli kitapga qarshi urush qilishga buyurup tushgan tunji oyatdir. Arab yerim orli birlikka keltirilgandan keyin Allah Teala Peygamberi Muhammed aleyhisselamni Yahudi ve Hristiyanlardan ibaret ehli kitapga qarshi urush qilishga buyurdi. Bu Hicriyenin 9. yılı idi. Şunu Peygamber aleyhisselam Rumlarga qarshi urush qilishga tayyorlik qilib, musulmonlarni bu urushga chaqirdi ve buni oshkora jakaladi. Medine etrafidagi Arab qabilalariga odam avatib, ularni urushga safarbar qildirdi. Shuning bilan 30 mingga yaqin mujohid to'planib, Peygamber aleyhisselam bilan birga urushga chiqdi. Lekin Medine ve onun etrafındaki kabilelerden munafiqlar ve başka bazı adamlar bu urushga çıkmay kalıp kaldı. Bu qurg'oqchilik bo'lgan yili bo'lib, havo nihoyat qattiq isib ketgan edi. Payg'ambar alayhisalom Rumlar bilan urushish uchun Shomni ko'zlab yo'lga chiqdi. U Tabuk degan joyga yetib kelib, shu yerda tushkun qildi. Tabukdagi suvning bo'yida taxminan 20 kun turdi. Ondan qaytib ketish uchun Allah Teala'ga istihara namazı okudu ve musulmonlarning kundan kuniga ojizlashib ketayotganlik sababidan şu yili Medine'ye qaytib keldi. Bu voqelikni Allah Teala xolisa navbat kelganda tafsili bayon qilamiz. Jizya to'lashning xorliq va kufrlikning alomati ekanligi. Toki ular sizlarga bo'ysunib har holda jizya to'lagan qadar, ya'ni agar ular islomga kirmasa, besim bilan xorlangan, haqoratlangan va kamsitilgan holda jizya to'laydi. Bu oyatning hukmiga asoslanganda zimmilar e'tiborlash ve ularni musulmonlardan ortiq bilish durust emas. Zimmelarni e'tiborlash ve ularni musulmonlardan ortiq bilish durust emas. Belki ular xorlanishi ve kamsitilishi kerak. İmam Müslim Abu Hurayra radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның bu haqda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar Yahudi ve Hristiyanlarga oldida salom qilmanglar. Ulardan biri yo'lda uchrab qolsa, uni yo'lning eng tar yeriga qistanglar. Shuning uchun xalifa Umar radıyallahu anhu Hristiyanlar bilan sulhi tuzgan chaqda ularni xorlash, kamsitish ve haqoratlash qatorliq hammaga ma'lum bo'lgan shariatlarni yo'lga qo'ygan edi. Meşhur imamlar bunu Abdurrahman ibn Ghanam Ash'ari'den tövendikidek rivayet kıldı. O mundaq deydi. Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu Şamlık Hristiyanlar bilen sülhi tüzgen çağda onunla sülhini mundaq izip verdim. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Bu sülhi palani şehirlik Hristiyanlarının Allah Teala'nın bendisi, müminlerin halifisi Ömer bilen tüzgen sülhisidir. Şek şübhisiz ki sizler musulmonlar bizga qilgan g'amxo'rliqinglar uchun
biz sizlardan özlerimizge, balı çakıllarımızga, mal mülklerimizge ve dindaşlarımızga amanlık verişinlerini sorayımız. Biz sizlarga faydalık, özümüzge ziyanlık boğan tövendeki şartlarını kabul kıldık. Biz şehrimizde ve şehrimizin etrafında ibadetxanalarını, çirkevlarını ve bulanın turalga caylarını ve tağlarının üstüge selindiğen ibadetxanalarını yeniden salmayımız. Barlık konurab buzulup ketse, bağları konurab buzulup ketse, qaytadan yenilap salmayımız. Bu caylar Müslümanlığa tavba bulup ketse, onun üstüden dava kılmayımız. Müslümanlardan biri keche yoki kunduzda kelib chirkavimizga tushkun qilsa, onu cheklemaymiz. Yo'lovchilarga chirkavlarimizning darvozalarini keng ochamiz. Müslümanlardan bizning qashimizda tushkun qilganlarni 3 kun mehmon qilamiz. Chirkavlarimizda ve turalgı joylarimizda casuslarga o'rin bermaymiz. Müslümanlarga qayti yoshurun adavet saklamaymiz. Balalarımızga Kur'an ügetmeymiz. Şirk akidesini aşkarı sözlemeymiz ve onunla hiçbir ademni davet kılmaymiz. Eğer urug' tuqqan ve yaqinlarimizdan birer adem İslam diniga kirmekçi bolsa, biz onu tosmaymiz. Müslümanlarga hürmet bildirimiz. Eğer ular olturgan yerlerimizde olturmakçı bolsa, orunlarımızı boştup berimiz. Baş kiyim, selle ve ayak qatarlıq kiyinişlerimizde çaşlarımızı ayırıp taraşta Müslümanlarga oxşup almaymiz. Müslümanlarning söz qilish talaffuzida söz qilishmaymiz. Ularning kinoya ismlarini qo'llanmaymiz. Egerlangan ulaqlarga minmaymiz. Egerlangan ulaqlarga minmaymiz. Yenimizga qilich asmaymiz. Qoralga tava narsalarni tutmaymiz ve özümüz bilen billa elip yürmeymiz. Üzüklerimizge Arapça xat oymaymiz. Varak satmaymiz. Başlarımızın aldı tarafındaki çaşlarını kıskartıp durumuz. Qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, özlerimizden xos kiyimlerimizni kiyimiz. Bellarimizga zunnar bağlaymiz. Çirkavlarimizning ustiga kirist belgisi bekitmaymiz. Kiristlerimiz ve kitaplarımızı Müslümanların yolunda, pazarlarda aşkarı ilip yürmeyimiz. Çirkavlarımızda qo'ng'iroqlarimizni töven avazda çalımız. Çirkavlarımızda Müslümanlar bar çağda kitaplarımızı önlük avazda okumayımız. Fasih bayramidan ilgari yakshanbaning bayramini tabriklash uchun chiqmaymiz. Fasih bayramidagi ikkinchi qitimliq ibodat qilish faoliyatimizni qilmaymiz. Bizdan o'lgan kishilar uchun un silib yig'lamaymiz. O'lgan kishilarni dafn qilish uchun elib manganda Müslümanlarning yo'llarida va bozorlarida o't ko'tarib yurmaymiz. Müslümanlarning turalg'i joylariga yaqin atroflarga o'liklarimizni dafn qilmaymiz. Egidorchiligimizdagi qullardan Müslüman bo'lganlarni qul qilmaymiz. Müslümanlardan birarsi yo'l so'rasa, uningga yo'l ko'rsatib qo'yamiz. Müslümanlarning ahvolini bilish uchun ularning uylarini charlab yurmaymiz. Men bu sulhini Ömer'ning qishig'i elib keldim. Ömer bu sulhiga tuvendikilarni qo'shdi. Biz Müslümanlardan hiçbir adamni urmaymiz. Bu sulhini, amallıqni özümüzning ve dindaşlarımızning menfaatiga ziyanlıq şartı bilen tuzduq ve bunun bilen amallıqni qabul qildik. Eğer biz
sizlar bilan tuzishgan bu sulhining biror shartiga va o'zimizga belgilangan belgilamaning birasiga xiloflik qilsak, u chaqda bizning oramizda tuzilgan sulhi butunlay buziladi. Sizlarning haqqa qarshi chiqqan va uningga xiloflik qilgan kishilarga yurgizadigan jazoinglar bizga tegishli bo'ladi. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Tevbe tefsirinden 29. ayetgacha anladыңlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.